Bugun men sizga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Avgust oyida 3 oylik qo'shimcha to'lov kimlarga beriladi? Kimlar bu pulni olishi mumkin? Kimlar esa kutmasligi kerak? Bu mavzu shunchaki yana bir nafaqa xabari emas. Bu oilaviy byudjetga bevosita ta'sir qiladigan, ayniqsa kam ta'minlangan oilalar, bolali oilalar, pensiya va nafaqa oluvchilar, ijtimoiy yordam kutayotgan fuqarolar uchun juda muhim ma'lumot. Men bu videoda sizga oddiy va tushunarli tilda tushuntiraman. Avval qanday tartib bo'lgan, hozir nima o'zgargan? 3 oylik qo'shimcha to'lov deganda aslida nimani tushunish kerak? Kimlar hujjat tayyorlashi kerak? Kimlar esa ortiqcha vahimaga tushmasligi kerak? Videoni oxirigacha ko'ring, chunki ayrim nozik joylar bor. Odamlar ko'pincha aynan shu joylarda xato qiladi va pulini vaqtida ola olmaydi. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling. Like bosib qo'ying. Chunki bunday ijtimoiy to'lovlar, pensiya, nafaqa, subsidiya va moddiy yordamlar bo'yicha eng muhim yangiliklarni men doim sodda tilda tushuntirib boraman. Avvalo, 3 oylik qo'shimcha to'lov deganda nimani tushunish kerakligini aniqlab olaylik. Ko'pchilik buni hamma fuqaroga birdaniga beriladigan alohida pul deb o'ylaydi. Aslida bunday to'lovlar odatda aniq toifalarga, ya'ni ma'lum shartlarga mos keladigan fuqarolarga beriladi. Masalan, ayrim oilalarga nafaqa yoki moddiy yordam kechikib tayinlangan bo'lsa, ularga o'tgan davr uchun ham hisob-kitob qilinishi mumkin. Yoki ayrim ijtimoiy to'lovlar bo'yicha qayta hisoblash bo'lsa, farq summasi bir necha oy uchun to'lab berilishi mumkin. Oldin qanday edi? Oldin ko'p holatlarda fuqaro ariza bergan kundan boshlab ko'rib chiqish boshlanar edi. Hujjat yetishmasa, tekshiruv cho'zilardi. Mahalla ijtimoiy xodim, tuman bo'limlari, pensiya jamg'armasi yoki tegishli tashkilotlar orqali ma'lumotlar yig'ilar edi. Natijada ayrim odamlar o'zlariga tegishli to'lovni 1 oy emas, 2 oy, hatto 3 oy kech olib qolgan holatlar bo'lgan. Bunday paytda asosiy savol tug'iladi. Men kutgan vaqtim uchun pul olamanmi yoki faqat hozirdan boshlab to'lanadimi? Hozir esa ko'plab ijtimoiy to'lovlar elektron tizimlar orqali tekshirilmoqda. Oilaning daromadi, mol-mulki, rasmiy ish haqi, pensiya, bolalar soni, nogironlik holati, yashash manzili kabi ma'lumotlar bazalar orqali solishtiriladi. Bu yaxshi tomoni shuki, ayrim hujjatlarni odamning o'zi yugurib olib kelishi shart bo'lmay qoladi. Lekin ikkinchi tomoni ham bor. Bazada xato bo'lsa, eski ma'lumot turgan bo'lsa, masalan, siz allaqachon ishdan chiqqan bo'lsangiz-u, tizimda hali ham ish haqi chiqib turgan bo'lsa, to'lov rad etilishi yoki kechikishi mumkin. Shuning uchun avgust oyidagi 3 oylik qo'shimcha to'lov masalasida eng muhim narsa shuki, pul avtomatik tushadimi? Alohida ariza kerakmi? Qayta hisoblash bormi? Yoki faqat muayyan guruhlargami? Bularni aniq bilish kerak. Men hozir buni toifalarga bo'lib tushuntiraman. Birinchi navbatda kam ta'minlangan oilalar e'tiborli bo'lishi kerak. Agar oila ijtimoiy himoya yagona reyestri yoki tegishli ijtimoiy ro'yxatlar orqali nafaqa, moddiy yordam, bolalar puli, parvarish puli yoki boshqa yordam olgan bo'lsa, 3 oylik qo'shimcha to'lov masalasini tekshirishi zarur. Chunki ko'p holatda qo'shimcha pul aynan avval tayinlangan, lekin to'liq hisoblanmagan yoki kechikkan davr uchun beriladi. Masalan, bir oilani olaylik. Oilada ona, ota va 3 nafar farzand bor. Ota vaqtincha ishsiz, ona uyda bolalarga qaraydi. Oila iyun oyida bolalar nafaqasiga ariza berdi. Ariza iyulda ko'rib chiqildi, avgustda tasdiqlandi. Endi savol. Ularga faqat avgust uchun pul tushadimi yoki iyun, iyul, avgust uchun ham hisoblanadimi? Bu holatda hammasi ariza qaysi sanadan qabul qilinganiga, tizimda to'lov qaysi oydan tayinlanganiga bog'liq. Agar qarorda to'lov iyun oyidan tayinlangan deb ko'rsatilgan bo'lsa, unda avgustda bir vaqtning o'zida bir necha oy uchun pul tushishi mumkin. Odamlar 3 oylik qo'shimcha to'lov deb eshitayotgan holatlarning katta qismi shunga o'xshaydi. Ikkinchi toifa, pensiya va nafaqa oluvchilar. Ayrim hollarda pensiya miqdori qayta hisoblanadi. Masalan, fuqaro avval barcha ish stajini tasdiqlovchi hujjatlarni topshirmagan bo'lishi mumkin. Keyin arxidan qo'shimcha ma'lumot topiladi. 5 yil ish staji borligi tasdiqlanadi. Natijada pensiya miqdori oshadi. Agar pensiya miqdori iyundan boshlab oshirilishi kerak bo'lsa-yu, qayta hisoblash avgustda yakunlansa, farq summasi bir necha oy uchun birga to'lanishi mumkin. Bu ham odamlar orasida 3 oylik qo'shimcha pul deb ataladi. Aniq misol qilaman. Bir pensioner opa 1.200 ming so'm pensiya olayotgan edi. Hujjatlari qayta ko'rib chiqilgandan keyin pensiyasi 1.37 ming so'm bo'lishi kerakligi aniqlandi. Farq bilan 20 ming so'm. Agar bu farq 3 oy uchun hisoblangan bo'lsa,
oddiy pensiyasidan tashqari 4 ming so'm qo'shimcha olishi mumkin. Bu alohida sovg'a emas, bu unga oldindan tegishli bo'lgan, lekin kechroq hisoblangan puldir. Uchinchi toifa nogironligi bo'lgan shaxslar va ularni parvarish qilayotgan oilalar. Bu yerda juda ehtiyot bo'lish kerak. Nogironlik guruhi belgilanishi, muddat uzaytirilishi, tibbiy mehnat ekspertiza komissiyasi qarori, parvarish nafaqasi yoki boshqa ijtimoiy to'lovlar ko'pincha aniq sanaga bog'lanadi. Agar hujjat kechiktirilgan bo'lsa, lekin huquq avvalgi sanadan boshlab tan olingan bo'lsa, to'lov ham o'sha davr uchun qayta hisoblanishi mumkin. Masalan, bola nogironligi bo'yicha hujjat iyun oyida topshirildi. Lekin qaror avgust oyida chiqdi. Agar qarorda nogironlik iyun oyidan belgilangan bo'lsa, unda iyun, iyul va avgust uchun to'lov birga tushishi ehtimoli bor. Lekin agar qarorda faqat avgustdan belgilangan bo'lsa, o'tgan oylar uchun pul kutish to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun eng muhim hujjat qarorning sanasi va to'lov tayinlangan oyidir. 4-toifa farzandli oilalar. Bolalar puli, bola parvarish nafaqasi, moddiy yordam kabi to'lovlarda eng ko'p savol tug'iladi. Odamlar bir-biridan eshitadi. Falon mahallada 3 oylik pul tushibdi. Falon qo'shnim avgustda katta summa olibdi. Hamma bolali oilaga berilar ekan. Mana shu yerda men ekspert sifatida ogohlantiraman. Qo'shnining holati sizniki bilan bir xil bo'lmasligi mumkin. Uning arizasi avvalroq topshirilgan bo'lishi mumkin, to'lovi kechikkan bo'lishi mumkin. Yoki unga qayta hisoblash qilingan bo'lishi mumkin. Siz esa endi ariza bersangiz, avtomatik ravishda 3 oy oldingi pulni olasiz degan emas. Agar sizga to'lov muntazam o'z vaqtida har oy to'liq tushayotgan bo'lsa va sizning hujjatlaringizda o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, ortiqcha vahimaga tushmang. Masalan, pensiyangiz har oy belgilangan sanada tushyapti. Hech qanday qayta hisoblash arizasi bermagansiz. Staj bo'yicha yangi hujjat topshirmagansiz. Nogironlik muddati yoki nafaqa turi o'zgarmagan. Bunday holatda nega menga 3 oylik qo'shimcha tushmadi deb darhol xafa bo'lish shart emas. Chunki bu to'lov hamma uchun umumiy bonus bo'lmasligi mumkin. Agar siz ijtimoiy yordamga umuman ariza bermagan bo'lsangiz, tizimda ro'yxatda bo'lmasangiz, lekin avgustda hamma pul olar ekan deb kutayotgan bo'lsangiz, bu ham noto'g'ri yondashuv. Ko'pchilik mana shu xatoga yo'l qo'yadi. Rasmiy ariza bermaydi, lekin eshitgan gapga ishonib pul kutadi. Ijtimoiy yordamlarning aksariyati ariza, tekshiruv va qaror asosida tayinlanadi. Faqat ayrim toifalarda avtomatik hisoblash bo'lishi mumkin. Lekin baribir tizimda siz haqingizda to'g'ri ma'lumot bo'lishi kerak. Agar oilangiz daromadi belgilangan mezondan yuqori bo'lsa, sizda bir nechta avtomobil, qo'shimcha uy-joy, katta yer maydoni yoki rasmiy daromadlar mavjud bo'lsa, ijtimoiy yordam rad etilishi mumkin. Shunda qo'shimcha to'lov chiqibdi, men ham olishim kerak deyish noto'g'ri. Ijtimoiy to'lovlar odatda ehtiyojmandlik mezoniga qarab belgilanadi. Bu yoqimli gap bo'lmasligi mumkin. Lekin to'g'risini aytish kerak. Hamma ariza bergan odam ham pul olmaydi. Birinchi xato ariza sanasini bilmaslik. Siz qachon murojaat qilganingizni aniq biling. Ayrim odamlar men 3 oy oldin aytgandim deydi. Lekin og'zaki aytish boshqa, rasmiy ariza topshirish boshqa. Agar siz mahallaga borib shunchaki maslahat so'ragan bo'lsangiz, bu ariza hisoblanmasligi mumkin. Ariza raqami, qabul qilingan sana, tizimga kiritilgan holati bo'lishi kerak. Shuning uchun har doim arizangiz bo'yicha tasdiq, SMS, ariza raqami yoki qabul qilinganligi haqida belgi so'rang. Ikkinchi xato, bank kartasi yoki hisob raqamidagi muammo. Pul tayinlangan bo'lishi mumkin, lekin karta bloklangan. Muddati o'tgan, hisob raqam noto'g'ri kiritilgan yoki karta boshqa odam nomida bo'lishi mumkin. Natijada odam menga pul chiqmagan deb o'ylaydi. Aslida esa to'lov qaytgan yoki ushlanib qolgan bo'lishi mumkin. Ayniqsa pensiya va nafaqalar bo'yicha karta ma'lumotlarini muntazam tekshirish kerak. Uchinchi xato, oilaviy tarkibdagi ma'lumotlar noto'g'ri bo'lishi. Masalan, farzand boshqa manzilda ro'yxatda turadi, er-xotin rasmiy nikohda, lekin alohida yashaydi yoki oilada rasmiy ajrim bo'lmagan. Tizim oilaviy daromadni hisoblaganda ro'yxatdagi a'zolarni inobatga olishi mumkin. Shunda siz aslida alohida yashayotgan odamning daromadi sizning oilangizga qo'shilib ketishi ehtimoli bor. Bu esa yordam rad etilishiga sabab bo'ladi. 4-xato, daromadni yashirishga urinish. Men buni ochiq aytaman. Tizimlar to'g'ri bog'lanib bormoqda. Ish haqi, pensiya, tadbirkorlik daromadi, soliq ma'lumotlari, avtomobil, ko'chmas mulk kabi ma'lumotlar tekshiriladi. Agar odam hech qanday daromadim yo'q deb yozsa, lekin bazada rasmiy ish haqi chiqsa, ariza rad etilishi mumkin. Bundan ham yomoni, keyinchalik ortiqcha to'langan pulni qaytarish talabi
qo'yilishi mumkin. 5-xato eshitgan gapga ishonib rasmiy manbani tekshirmaslik. Telegram guruhlarida, qo'shnilar orasida, bozorda turli gaplar yuradi. Bugun bo'lsang ham oladi. Pasport olib bo'lsang yetadi. 3 oyga 2 million berar ekan. Bunday gaplarni darhol haqiqat deb qabul qilmang. Har doim mahalla mas'uli, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, Maybaq-Gurvuz, Bilmi-Garibmin kabi rasmiy aloqa kanallari orqali tekshiring. Agar siz noto'g'ri ma'lumotga ishonib hujjatni kech topshirsangiz, zararini o'zingiz ko'rasiz. Birinchi misol. Dilnoza ismli ona 2 farzandi bilan yashaydi. Turmush o'rtog'i mavsumiy ishlaydi, rasmiy daromadi yo'q. Dilnoza bolalar nafaqasiga may oyida ariza topshirdi, lekin hujjatlar iyunda to'liq bo'ldi. Qaror esa avgustda chiqdi. Agar tizimda nafaqa iyun oyidan tayinlangan bo'lsa, avgustda iyul va avgust uchun birgalikda to'lov bo'lishi mumkin. Agar har oy 500 ming so'mdan belgilangan bo'lsa, avgustda 1,5 million so'mgacha summa tushishi ehtimoli bor. Lekin agar qaror faqat avgustdan kuchga kirgan bo'lsa, unda faqat avgust oyi uchun to'lov bo'ladi. Ikkinchi misol, Rustam aka pensioner. U 20 yil ish staji bilan pensiya olayotgan edi. Keyin arxivdan yana 4 yil ish staji topildi. Pensiya jamg'armasiga hujjat topshirdi. Qayta hisoblash natijasida pensiyasi oyiga 1,8 ming so'mga oshdi. Qayta hisoblash 3 oy oldingi sanada amal qilsa, Rustam aka 1,20 ming so'm qo'shimcha farq oladi. Bu yangi nafaqa emas, bu pensiya farqidir. Uchinchi misol. Malika opaning farzandiga nogironlik belgilandi. Tibbiy xulosa iyulda tayyor bo'ldi, lekin hujjat avgustda rasmiylashtirildi. Agar qaror iyul sanasidan kuchga kirsa, iyul va avgust uchun to'lov birga kelishi mumkin. Agar ekspertiza avgust sanasidan belgilagan bo'lsa, faqat avgustdan boshlanadi. Shuning uchun bu yerda hujjat qachon topshirildi emas, huquq qaysi sanadan tan olindi degan savol juda muhim. 4-misol. Bir oila qo'shnisidan hamma 3 oylik pul olyapti deb eshitdi va mahallaga bordi. Tekshiruvda ma'lum bo'ldi. Oilada ota rasmiy ishda, oyligi yetarli, yana bitta avtomobil bor. Ular ijtimoiy yordam mezoniga tushmadi. Bu oila pul olmagandan norozi bo'lishi mumkin, lekin qonuniy jihatdan rad etilishi mumkin. Chunki ijtimoiy to'lovlar birinchi navbatda ehtiyojmand oilalarga yo'naltiriladi. Eng muhim istisno shuki, hamma 3 oy uchun bir xil pul olmaydi. Bir odamga 3 oy, boshqasiga 2 oy, yana boshqasiga faqat 1 oy uchun hisoblanishi mumkin. Bu ariza sanasi, qaror sanasi, to'lov turi, huquq paydo bo'lgan sana va tizimdagi ma'lumotlarga bog'liq. Yana bir noziklik. Agar sizning to'lovingiz rad etilgan bo'lsa, bu yakuniy qaror degani emas. Siz sababini bilishga haqlisiz. Rad etish sababi yozma yoki elektron ko'rinishda ko'rsatilishi kerak. Masalan, daromad yuqori, hujjat yetishmaydi. Oilaviy tarkib mos emas. Mulk mezoni oshib ketgan. Ma'lumotlar tasdiqlanmadi kabi sabablar bo'lishi mumkin. Siz bu sababni bilmasdan turib qayta ariza topshirsangiz, yana rad javobi olishingiz mumkin. Avval sababni tuzating, keyin qayta murojaat qiling. Yana bir muhim nuqta, ba'zi odamlar avgustda pul tushmasa, demak menga berilmas ekan deb o'ylaydi. Har doim ham shunday emas. Ba'zan to'lov oyning turli sanalarida tushadi. Banklar, plastik kartalar, byudjet to'lov jadvali, tashkilotlar o'rtasidagi ma'lumot almashinuvi sababli kechikish bo'lishi mumkin. Shuning uchun birinchi kunning o'zida vahima qilmang. Lekin bir necha ish kuni o'tgach ham pul tushmasa, albatta tekshirish kerak. Agar sizda qarzdorlik bo'lsa, masalan aliment, kredit, sud ijro hujjatlari bo'yicha ushlab qolishlar bo'lsa, ayrim turdagi tushumlar kartaga kelganda ushlanib qolishi mumkin. Ijtimoiy to'lovlarning ayrimlari himoyalangan bo'lishi mumkin. Lekin amaliyotda karta va hisob bilan bog'liq muammolar uchraydi. Shuning uchun agar pul tushgan bo'lsa, yu darhol yechilib ketgan bo'lsa, bankdan va majburiy ijro byurosidan aniqlik kiritish kerak. Birinchi qadam. O'zingiz qaysi toifaga kirishingizni aniqlang. Siz pensiya olasizmi? Nogironlik nafaqasimi? Bolalar pulimi? Moddiy yordammi? Parvarish to'lovimi yoki umuman hali ariza bermaganmisiz? To'lov turi aniq bo'lmasa, siz kimga murojaat qilishni ham bilmaysiz. Ikkinchi qadam, ariza va qaror sanasini tekshiring. Agar siz ariza bergan bo'lsangiz, ariza qabul qilingan sanani, raqamini, holatini so'rang. Mahallaga borgan bo'lsangiz, mening arizam tizimga qaysi sanada kiritilgan deb aniq savol bering. Pensiya bo'yicha bo'lsa, pensiya jamg'armasidan qayta hisoblash qaysi sanada amalga oshirilganini so'rang. Uchinchi qadam, hujjatlaringizni tartibga keltiring. Pasport yoki ID karta, bolalarning tug'ilganlik guvohnomalari, nikoh yoki ajrim hujjati, nogironlik bo'yicha tibbiy xulosa,
pensiya hujjatlari, bank karta ma'lumotlari, yashash manzili bo'yicha ma'lumotlar. Ish haqi yoki ishsizlik holatini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Har bir to'lov turida ro'yxat farq qiladi, lekin asosiy hujjatlar shular. 4-qadam bank kartangizni tekshiring. Karta muddati tugamaganmi? SMS xabarimi ulanganmi? Karta aynan sizning nomingizdami? Hisob faolmi? Agar karta bloklangan bo'lsa, pul qaytish yoki tushmasligi mumkin. Ayniqsa yangi karta ochgan bo'lsangiz. Ma'lumotlar tegishli tashkilotga yetib borganini tekshiring. 5-qadam rad javobi bo'lsa, sababini yozma ko'rinishda oling. Sizga chiqmaydi degan og'zaki javob bilan cheklanib qolmang. Sababi nima? Daromadmi? Mulkmi? Hujjatmi? Ro'yxatmi? Shuni aniqlang. Agar sabab noto'g'ri bo'lsa, masalan, tizimda siz ishlayapti deb chiqsa-yu aslida ishdan ketgan bo'lsangiz, mehnat daftarchasi, buyruq nusxasi yoki ish beruvchidan ma'lumotnoma olib, bazadagi xatoni tuzatishga harakat qiling. 6-qadam qayta murojaat qilish muddatini o'tkazib yubormang. Ayrim to'lovlar bo'yicha ariza oyma-oy ko'rib chiqiladi. Siz bugun topshirsangiz, to'lov keyingi oydan boshlanishi mumkin. Bir oy kechiksangiz, bir oylik puldan ayrilib qolishingiz mumkin. Shuning uchun keyin boraman deb yurish eng katta xatolardan biri. 7-qadam rasmiy manbani tekshiring. Mahalla, tuman ijtimoiy himoya bo'limi, pensiya jamg'armasi, Dokub.uz, bank, soliq organi yoki boshqa tegishli idora orqali ma'lumot oling. Internetdagi har bir xabarni haqiqat deb qabul qilmang. Ayniqsa pul chiqarib beramiz, navbatsiz qilib beramiz, hujjatsiz rasmiylashtirib beramiz degan odamlardan ehtiyot bo'ling. Ijtimoiy to'lov masalasida firibgarlar ham ko'payadi. Agar siz mahalla yoki tegishli bo'limga murojaat qilsangiz, shunday deyishingiz mumkin. Men avgust oyida 3 oylik qo'shimcha to'lov yoki o'tgan oylar uchun qayta hisoblash menga tegishli yoki tegishli emasligini aniqlamoqchiman. Mening arizam qaysi sanada qabul qilingan, to'lov qaysi oydan tayinlangan. Agar rad etilgan bo'lsa, rad etish sababi nimada? Mana shunday aniq savol bersangiz, umumiy gap emas, aniq javob olish ehtimolingiz oshadi. Agar pensiya bo'yicha murojaat qilsangiz, mening pensiyam bo'yicha qayta hisoblash bo'lganmi? Bo'lgan bo'lsa qaysi sanadan? Farq summasi necha oy uchun hisoblangan deb so'rang. Agar bolalar puli bo'yicha bo'lsa, arizam tasdiqlanganmi? To'lov qaysi oydan belgilangan? O'tgan oylar uchun hisob-kitob bormi deb so'rang. Agar nogironlik bo'yicha bo'lsa, nogironlik qaysi sanadan belgilangan va to'lov qaysi sanadan boshlanadi deb so'rang. Demak, avgust oyidagi 3 oylik qo'shimcha to'lov masalasida eng asosiy xulosa shuki, bu pul hamma uchun bir xil va avtomatik beriladigan umumiy bonus bo'lishi shart emas. Ko'pincha bu o'tgan oylar uchun qayta hisoblash, kechikkan to'lov, ariza sanasidan boshlangan ijtimoiy yordam yoki pensiya farqi bo'lishi mumkin. Kim oladi? Hujjatlari to'g'ri bo'lgan, to'lovga huquqi borligi tasdiqlangan, arizasi tegishli sanadan qabul qilingan va tizimda qaror chiqarilgan fuqarolar oladi. Kim olmasligi mumkin? Mezonga tushmagan, ariza bermagan, hujjati yetishmagan, daromadi yoki mulki me'yordan yuqori bo'lgan yoki to'lovi avvaldan to'liq va vaqtida hisoblanayotgan fuqarolar. Mening sizga eng muhim maslahatim, eshitgan gap bilan emas, hujjat va rasmiy javob bilan ish qiling. Ariza sanasini tekshiring, qaror sanasini biling, bank kartangizni tekshiring. Rad javobi bo'lsa, sababini aniqlang. Shunda siz o'zingizga tegishli pulni yo'qotmaysiz va ortiqcha asabiylashmaysiz. Agar sizga avgustda qo'shimcha to'lov tushgan bo'lsa yoki hali tushmagan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi hududdansiz? Qaysi to'lov turi bo'yicha kutyapsiz? Necha oy uchun hisoblanishi aytilgan? Sizning tajribangiz boshqa tomoshabinlarga ham yordam beradi. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va yaqinlaringizga ham yuboring. Chunki bu ma'lumot ko'plab oilalar uchun juda kerak bo'lishi mumkin.